man uni yonida qanchalar ozod beozorman xayolida mo'jizaviy tarzda. Короче, hammaga assalomu alaykum do'stlar, aziz do'stlar. Tak, bu YouTube kanalimga yangi video qo'yapman. Populyarni YouTube blogerlarni analitikasini tekshirish qanaqa saytlardan bilib olsa bo'ladi. Birinchi navbatda mana hozir biz yozamiz socialmedia.com deb hazillashib qo'yaman. socialblade.com mana. Shundoq ham izlanadi. socialblade.com. Ana. Bu yoqda mana o'zi har xil o'zlarining ma'lumotlari bor. YouTube kanallarga 45 million dollarmi nima bo'ladi aytilgan. Qaror, masalan, men hozir qayerda Uzbomb izlab ko'ramiz. Uzbomb kanalini izlaymiz. Tak, uzr kechirasizlar. Aniq-taniq Uzbombni topa olmadi. Masalan, inson kanalini analitikasini tekshirib ko'ramiz. Mana 27300 ta obunachi. Tak, bu yerda 1,771,441 ta video ko'rinishlar, 37 ta yuklanmalar. 37 ta yuklanmalar. Kirib ko'ramiz. Account mana analitika. Ijtimoiy pichoq darsi. Mana bu yoqda mana. Hisoblangan oylik daromad 54 dollardan 871 dollargacha. Taxminan yillik daromad 653 dollardan 10500 dollargacha. Mana so'nggi 30 kunlik videoni tomoshalar, prosmotrlar, ya'ni 30 kunlik prosmotr so'nggi yozilgan mana 217,815 mingta. Mana bu yoqda so'nggi 30 kunlik obunachilar 3400 ta. Mana yaratilgan kunigacha 22-yanvarda yaratilgan mana. Qoyil inson kanal 22-yanvarda yaratilgan ekan. Shuncha nechadir oyda orasida ham jakob vaqt bo'lmagan, lekin qoyil. Hozir menga o'zimga interesna bo'lyapti-da, mana bu yerda hozir back vlogs degan bor edi. Shuni ko'raylik-chi. Что-то это интересное. $272,000 obunachisi bor, mana bu haqiqiysi. Bu yerda har xillari chiqadi. Tak. Ya. Hisoblangan oylik daromad. 124 dollardan 2000 dollargacha. Hisoblangan yillik daromad. E'tibor beringlar mana hisoblangan yillik daromad. Bunisi esa hisoblangan oylik daromad. Video ko'rishlar, prosmotrlar vaqti sonlari, video prosmotrlarga berilgan daromadlar analitikadan. Mana shunaqa do'stlar, shunaqa narsalar. Xo'sh, bu o'rgatgan narsam sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlardan like, podpiska bo'ldi. Boshqa hech bala kerak emas. Iloji bo'lsa kommentariyada qanaqa yo'nalishda savollaringlar bo'lsa, bemalol analitika, boshqasi hamma narsa YouTube, Instagram, TikTok bo'yicha maslahatlar beriladi. Rahmat.